Assalomu alaykum. Buni funksionalniy kravatimiz bu. Ya'ni boshi, oyoq ko'tarilib tushiriladi. Yon bakoylari ham tushib chiqadi. Oyoq tomonida ikkita ruchkasi bor. Ya'ni bosh tomoni ruchkasi va oyoq tomoni ruchkasi bo'ladi. Hozir bosh tomonni ko'tarish jarayoni ketyapti. Ya'ni bosh tomoni 80 gradus ko'tariladi plus 10 cm machalkali porolon solingan suflashuvkali matrasimiz ham bor. O'zida bo'ladi komplektida. Bosh qismi ko'tariladi. O'zi asosan shu bemorga qulayligi 30 gradusli ko'tarish hisobi qulay bo'ladi, keyin yostuv bo'ladi. Shu bilan shu holatda ko'tarilib turiladi. Bu kravatimizda yani bir qulaylik tomoni oyoqlarda g'ildiraklari bo'ladi, u yoqdan bu yoqqa yuradi. Yurib ketmaslik uchun maxsus tormozlari bor. O'shaning uchun joyi tushib turish qo'yilsa bo'ladi. Kravat asosan yosh katta insonlarda bo'ladigan xastaliklarda yurishga imkoniyati cheklanib qolganda yoki bo'lmasam o'zlari kam harakat bo'lib qolgani uchun bemorlar qo'yiladi. Mana bu oyoq tomoni pastga tushadi va tepaga o'zining holatiga qaytib keladi, lekin tepaga ko'tarilmaydi. Ya'ni funksiya shunday ishlangan buni. U tepaga ko'tarib ishlaydigan funksiyalarini endi kelajakda qo'yib ishlatib qo'ymoqchimiz. Tushirish qismi, ovoz qismi baribir bo'ladi. Sababi mexanizm yangi. Bu yangi mexanizmga moy surilgan, ya'ni surib tursa ham bo'ladi. Bir marta surib qo'ysa shu tishlariga to'liq yetib borguncha qilinadi. Shu holatda pastga tushadi. O'zini o'sha to'xtash chizig'i bor, shu joyda to'xtaydi va kreslo holatda o'tirib foydalansa bo'ladi. Razmerlari keladigan bo'lsa, yotish chuqurligi, ya'ni yotadigan joy qismi 2 metrga 90 sm, gabariti 230 ga 1 metr hisoblanadi. Bu hojatxonasi uchun maxsus qo'yilgan joyi. Hojatxonasini kerak bo'lmaganda yopib qo'ysa bo'ladi. Matrasida ham xuddi shunaqangi dirka bor, ya'ni teshigimiz bor. Xo'p, bu ochib yopilish qismlari tagidan boshqariladi va tushib ketmaslik uchun maxsus to'sib qo'yilgan. Buni garshogini ham, sudmasini ham o'zimiz beramiz. Xo'p, endi porolonga keladigan bo'lsak, poroloni o'ta yumshoq ham, qattiq ham emas, ya'ni standart belgilangan, chunki har xil bemorlar yotish shunaqasi bor. O'zini bu hammaga tushib ketaveradi. Shuning uchun standart qilinadi. Endi